Bu chekimizni siz olmasangiz itam olmas ekan, uyda egasi metallomgan bartir qilib yuboraman deyapti. Uyda shunchalik darajada to'ygan. Rasxodni ustiga rasxod qilgis kelsa, bemalol chekda olishingiz mumkin. Aytganimizdek 5,5 sotiga ikkita beso'noq qilishgan, qaysi farosatda qurishgan o'zlari ham bilishmayapti. Har kuni problemada. Akamiz telefon qilib, aka chekni sotib bering dedilar. Men akaga tavsiya qildimki, aka abdasta bor, olib kirib ishlatib turing desam, yo'q aka, uni ishla qila olmayman dedilar. Bo'lmasam aka bizga telefon qilmang desam, baribir telefon qilaverlar, ilojsizlikdan qo'yib beryapmiz. Aytganimizdek, uyda olishingizga siz ertasidan problemaga kirasiz, sababi juda ham katta rasxodi bor. Buni ustida hali shunday qo'rg'aladi o'zi turibdi. Akani aqli yetmasdan surib yubordi. Sababi rosa rasxodli joyga keldi. Yana biz maklerlarga telefon qilib, uyni sotaylik deb ugroza qilishni boshlashdi. Biz endi ular bilan keyin boshqacha gaplashamiz. Pastda raqam qoldiryapmiz, telefon qilsangiz ko'tarishmaydi. Aytganimizdek 5,5 sotik, lekin bitta yaxshi tomoni bor ekan, metallomgan bartir qilib olar ekanlar, to'yganlar. Pul zarar. Hech nima ko'zga ko'rinmayapti, qonga to'lib turibdi. O yerda ustalardan qarzi bor ekan, ustalar pistirmada cho'zma bilan qarab turishdi. Uyda egasi kelsa beraman deb. O'shuning uchun uyda egasi kela olmayapti. Telefonlash kelsalaring sizlarga maklerlar kelib baraka qilishi mumkin. Kirgili 29-maytabda orqasida holat ko'rib turibsizlar. Antrakti chiqib yotibdi. Lekin udobniy tomoni 25 ming dollarga berib yuborar ekanlar, salkam 3 sotiklik kvartira narxiga. Gaz suv svet ham yo'q, quruqchak so'ragan jo'natib olasiz. Bosh homiy Baraka Villas Group. Islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.